bugungi gemoroy bilan operatsiya qilgan bemorimiz 4-darajali gemoroy hisoblanadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin qanaqa darajada katta gemoroy ekanligini. Gemoroyi bezovta qilib yurgan bemorlar xohlagan usulda foydalanishlaringiz mumkin. Buni davolashga harakat qilib har qanday tuyani o'rkachi, yana nima bo'lsa, butun dunyodagi jamiiki dorilarni foydalanib ko'rasiz, baribir yo'qolmaydi va asta-sekinlik bilan mana shu darajaga yetib keladi. Sizlardan iltimos, mana shu darajaga yetib kelmasidan turib, o'z sog'lig'ingizni asrab, bu kasallikdan qutuling. Operatsiyadan qilasiz, bu yog'i 10 kun deganda bu kasallik Xudo xohlasa tuzalib, 10-15 kundir yaxshi bo'lib ketasiz. Bunaqa yillab har hojatga chiqqanda katta piyolada yoki gulday bo'lib chiqib qolib gemoroy, yana yarim soat, 1 soat uni qo'lingiz bilan ichkariga solib qiynalib yurishingizga arzimaydi. Bunaqa katta gemoroy bo'lguncha o'zlaringizni qiynab yurmang. Maslahatim, vaqtliroq, kichkinaligida operatsiya qildiring va bu darddan xalos bo'lib, mazza qilib yuring. Sizlar bilan Shermuhammad Fayzulloyev.